bo'layotgan har bitta harakatlar ana shu prezidentimiz tarafidan so'xga bo'lgan e'tibor, mehr muhabbat shundoq ko'rinib turibdi. Yo'llar tuzatilyapti, aeroport qurilyapti. Ana bir nechta ko'p qavatli imoratlarning qurilishi boshlanish arafasida. Xalq bilan uchrashdik, xursand xalq. Xudo xohlasa yo'llar ochilib ham ketishiga iymonimiz komil. Ha, Yoqubbek. Albatta, albatta. Xizmatda, san'at doimo xizmatda. Ayniqsa O'zbek Milliy akademik drama teatrining san'atkorlari. Biz qayerga bormaylik, xursandchilik. Qayerga bormaylik, shodlik. Va biz o'z xizmatimizni ado etyapmiz. Xalqning ko'zini yonishini ko'rsangiz bularni. O aktyorlar bilan uchrashuvdagi bularning xursandchiligini ko'rsangiz, o'yin, kulgi oz-moz bo'lsa shularni kayfiyatini ko'tarsak, biz o'zimizni burchimizni bajargan hisoblanamiz. Sog' va salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Yoqub aka, shu Milliy teatrda siz bilan uchrashganda turqator she'r o'qib berdingiz. Gul bulbul tilayman senga. Shu she'r bir Ey ona tabiat, o'tinchim senga, meni go'zallikdan begona qilma. Yo'l berib, quvvat ber, ishonch ber menga, ammo qanotimni bir dona qilma. Agar go'zallikdan begona qilsang, ko'zlarim ko'r bo'lib tingan yurakman. Agar qanotimni bir dona qilsang, kurashsiz, parvozsiz kimga kerakman? Hammamiz bir qanotmiz. Parvozdamiz. Ilohim mana shu qanotimiz bizdan yuksaklikka ko'tarsin. Va hech qachon qanotimiz qayrilmasin. Rahmat Yorg'o'jon aka, men bitta shu kinoda o'ynagan rolingizni roli qilganman. Keyin orqasida shu qo'shiq ketadi, ota haqidagi qo'shiq. Tojik tilida ota rozi, Xudo rozi, padaram toji saram deb ketadi. Shu bitta shu ikki qator o'sha jumlasini deb aytsa bersangiz, mana shu rolikni suhbatimizdan keyin beraman. Faqat bugun kechirim so'raman. Qizingiz, ya'ni kuyovlari nima bo'lganda aytasiz, shu ikki og'ishimdan nima qilib bersangiz. Yo'q, endi men u kinodan bo'lgan narsa. Kinoda albatta, kino. Sana o'sha kino ekranini o'zida ko'rganinglar ma'qul. Men bir narsani va'da berib ketdim xalqqa, xalqiga aytdimki, Xudo xohlasa mana yo'llar ochilyapti. O'zbek Milliy akademik drama teatri o'zini spektakli bilan kelib, bu go'zal mana shu maskanda, madaniyat saroyida o'zini spektaklarini qo'yadi. Xudo xohlasa shu 1 yil ichida kelamiz. Kunlar isib ketsa, yana yo'llar ochilyapti. Kelamiz, yaxshilab So'x xalqiga xizmat qilishga har doim tayyormiz. Omon bo'linglar, sog' bo'ling.